Shashlik olib. Nima bu shashlik? Nesi qilyapsan shashlik-ku? Erkak kishiga 3 marta omad beriladi degan-ku. Nobodo bittasini ishlatib qo'ymayapmiz-mi? Ollaring, menga anaqa qiyma meniki tegmalar, yirtama tegsalar. Anu makaronga o'xshargan shashlik. Ha, vallahi olinglar, osh bo'lsin, osh bo'lsin. Shep, keling o'zingizlar. Yo'q, men boya shashlik kutib qolib ketdim dedim-ku. O'shani yeyapmiz bizda, olinglar. Zato omadimiz o'zimizda qoldi. Davay, ollar. Shef, mana qarang, obkatkadan chiqdi. Devorni nima qilaylik? Abo'y qilaylikmi yoki attachentami? Abo'y qilasan-da, attachentani nima qilaman? Abo'ylarga eskirdi. Attachent olsam. Abo'y qil bo'ldi. Men aytganim degan, deganim degan. Tushundingmi? Abo'y yoz. Adasi, bu yoqqa qarab oring. Hozir. Abay shoir emasmi? Menga qarang, eskicha odammisiz? Hozirgi zamonda abo'yam qildiradimi? Attachenta qildirasiz, qo'ni-qo'shnilar nima deydi? Hop. Ustalar, men o'ylab ko'rdim. Abo'y bo'lmasa-ku, attachenta yaxshi ekan, o'ylab ko'rdim. Chuqur o'yladim. Shef, vanna qilamizmi yoki dush kabinami bu yoni? Dush kabinani boshini ko'raman, vanna qo'yamiz, vanna. Dush kabina deb qolmaysizmi, просто buzish kerak yana. Ey, men gapirdim. Vanna deyapman, vanna. Yoz, vanna deb yoz. Adasi, To'xta. Hozir. qanaqa vanna? Yuring bu yoqqa. Qo'shnimizni qarang, qanaqa chiroyli dush kabinlar qilgan. Siz bo'lsa, qayerdagi vannalarni qilaman deysiz. Voy, undan tashqarichi mana bunaqa navyeslar ham qilishar ekan, oyna bilan bog'liq bo'lgan hamma narsalarni qilishar ekan. Omay qarab, bu qo'shning qayerda qildirdi bunaqa narsalarni? Voy, install glassda qildirishibdi. Narxlari ham anchagina arzon ekan, hamyonbop ekan. Dush kabina qo'ya qol. To'nki yozding-a, spiskani berchi. Nima bu, nima yozding? Jinnimisan? Ha, bolalar, nima bo'ldi? Qaysini nima qilamiz? Mana shu oq qilaylikmi, fasadli yoki yashilmi? Endi oq qilasan, oqda chiroyli bo'ladi. Yashil deb yoz. Yo'q, men oq dedim senga. Hozir adasi deydi, keling chaqiradi. Yana bunday gaplashasiz, keling yashil deydi. Yoki bu uydagi keling xalqsa, keling bilan gaplashib qo'yaylik. Chirillama. Bu erkagi menman, tushundingmi? Men aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi. Oq dedimmi? Adasi, 2 minutda aytib beraman hozir. bu yoqqa kel. Chegirki shunday jatir, bir vaqtda kelajatir. Dadam ko'rmadi. Uyda nima sasiyapti? Oyog'i sasiyapti. Meni oyog'im sasimasdi-ku. Aka, siz eng yaqin qo'shnimisiz-ku, sizga bitta gap aytsam, dadamga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman, aytur. Bu basharangizda aytib qo'yadiganga o'xshayapti. Ayt.